Va alaykum assalom. Dilshodjon, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshimi aka? Mana bu bizni bir go'zal bog'imiz, ata emas, chaqirdim sizni bu yoqqa. Bu madaniyat va ma'rifat o'choqlaridan bittasi. Xo'p, bu yerga men ko'p kelib turaman oldindan. Xo'p, yoshligimdan men, do'stlarim hammamiz bu bog'ni yaxshi ko'rardik. Hozir ham yaxshi ko'ramiz. Mana hozir bayram bo'lyapti, qanaqadir voyennilar, harbiylar bayrami. Xo'p, bu yoqqa kelib biz juda ko'p aylanardik. Xullas yoshligimiz chetda o'tgan. Xo'p, savollaringizga o'tsak, qanaqadir savollarim bor deb menga aytdingiz. Savolimizga o'tadigan bo'lsak, birinchi savolimiz biznes yo'nalishiga qanday kirib keldingiz aka? Juda qiziq savol berdingiz, yaxshi savol berdingiz. Bu biznes yo'nalishiga tekstil sohasiga tayyor mahsulot 2016-2017-yillar fikrimga kelgan bu narsa, ideyamga. Kimdir berganmi deyingizga aka? Yo'q, o'zim. Xo'p, qanaqa bo'lganman, oldin boshqa sohada ishlagan bo'lganman. Bundan oldin boshqa sohada ishlagansiz? Bundan oldin boshqa sohada ishlagan bo'lganman, shu Rossiya davlatida, Moskva shahrida. Xo'p, o'sha 2017-2018-yil davlatimiz rahbari Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashabbuslariga ko'ra o'zimizdagi paxtalarni qayta ishlab chiqarish va tayyor mahsulotga o'tish davri boshlangandi. O'shandan ilhomlanib, xo'p, biz ya'ni men shu sohaga kirishni niyat qilib, keyin 2019-yil ish boshlaganman. 2019-2020-yil birinchi shu sotuvlarimiz boshlangandi. Juda oson bo'lmagan, qiyin bo'lgan, chunki ko'p xatolar bo'lgandi. Lekin alhamdulillah hozir juda yaxshi. Mana hozirda seximiz bor, o'zimiz ishlab chiqarish 40 ta ish o'rni yaratganmiz. Hozirda 40 ta. 40 ta ish o'rni yaratganmiz. Endi Xudo xolasa maqsad qilganmiz kelasi yil 200 ga chiqarish. Keyin o'zimizni fabrikani qurish va o'zimizni brend ostida birinchi, ikkinchi, uchinchi sloy kiyimlarni ishlab chiqarish. Rossiya bozori, Yevropa va Amerika qit'alari bozorlariga chiqish. Adashmasam aka, hozir ham eksport bor sizlarda? Hozir boshlayapmiz. Hozir Rossiyaga eksportni boshlayapmiz. Xudo xolasa shartnomalar tuzildi yaqinda. Qolaversa Yevropa bozoriga chiqish yo'llarini ham qidirib, hozir shuni ustida ham ishlayapmiz. Chunki 2020 va 2025 yil oralig'ida brendimiz ishladi. Mahsulot ishlab chiqarildi. Biz o'z mijozlarimizni topdik, yo'nalishimizni topdik, rebranding qildik brendimizni. Aka, endi bir aniq qilaman. Siz qaysi brendni chiqarasiz kiyimlarni? Bundan oldingi brendimiz Chust edi. Bu yil o'zgartirdik. Taxi Clo degan nomni tanladik. Bu nomni tagida nima bor deganda, xo'p, bu Taxi Clo degani bu zamonaviy texnologik uslubda qayta ishlangan matolarni zamonaviy uslubda tikish degani. Bu yerda o'zimizni tabiiy organik paxtalarimizdan yangidan o'sha hozir maqsad qilganmiz. Olimlarni jalb qilib laboratoriyada yangi texnologiyada polotno ishlab chiqarib, o'shandan kiyim yaratish, o'shani hozir maqsad qilib qo'ydik. O'shani ustida ishlayapmiz. Bu nechinchi yilga rejalashtiryapti? Bu Xudo xolasa 2026-yilda albatta buni rejalari amalga oshirish maqsadini qo'yganmiz. Ham o'zimizning fabrika ochiladi.
200 ish o'rni, o'sha yerda laboratoriyamiz bo'ladi. Ko'p Zavod ishlar o'sha ichida? yerda bo'ladi. Ha, fabrika. Umumiy mashqlarni boshlashdan oldin albatta tanani qizdirib olish kerak. Shunga mana begovoy дорожкаdan boshladim. 10 daqiqa shunda yurib borib, keyin общий упражнениyaga o'tamiz. Ustamjon aka, anchadan beri shug'ullanasizmi sport bilan? Ha, Dilshodjon, anchadan beri shug'ullanaman. Yoshligimdan istamam bo'ladi. Yoshligingizdan. Ha. Shu esimni tanigandan beri birinchi shu oldimizda shunaqa bo'lardi. Bolalar, mahalladagi bolalar 4-5 sinf edik. Yugurishdan boshlagan. Yugurardik. Keyinchalik shu уже 8-sinflarda более professional shug'ullanishni boshlaganmiz. Boks bilan shug'ullanganmiz bolalar bilan. Keyin tejol atletikaga o'tganmiz. Hozirda esa sog'liq uchun, motivatsiya uchun, o'zimni bir energiyamni ushlab turish uchun shu sport bilan muntazam shug'ullanib kelaman. Minimum haftada 3 marta. Aka, sport uchun nima va hayotdagi o'rni sportda? Sport benim uchun juda katta narsa. Основной hayotimda nima desa bo'ladi? Motivatsiya oladigan narsam bu sport. Ikkita narsadan motivatsiya olaman. Birinchisi bu sport, ikkinchisi bu avtobiografiya. Uspешный odamlarni hayotini o'qib, kitoblardan o'rganib, o'shandan juda katta motivatsiya olaman. Rustamjon aka, qolgan savollarimizni endi bu yerda davom ettiramiz. Xo'p bo'ladi, Dilshodjon. Eshitaman. Aka, bizning 5-savolimiz. Ushbu biznesda eng katta yo'qotish va yo'l qo'yilgan eng katta xatoingiz qaysilar bo'lgan? Juda jiddiy savol berdingiz, Dilshodjon. Xo'p. Bu savolingizga albatta har bir tadbirkor, har bir biznesmen o'zining hayoti davomida past balandliklar bo'ladi. Usiz bu tadbirkorlik yo'lida yurish qiyin. Xo'p. Men o'zimga kelganda shu boshlaganimda birinchi xatoyim bo'lgan kirayotgan yo'nalishimni chuqurroq o'rganmaganim. Boshda. Ha, o'rganmaganim. O'shanda bir xatolarga yo'l qo'yildi, chunki men mahsulotni qayerdan olish, qaysi mahsulotni olish, bozorga uni olib kirish, uni narxi, себестоимость degan narxi bor, продажада bo'ladigan narxi bor. Qaysi auditoriyaga ko'rsatishim kerak bu anaqani mahsulotni, o'sha narsalarni o'rganmaganim uchun xatolik bo'lgan, lekin shunaqa bir hissiyot bo'lganki menda xatoyimdan tez o'rganib, xato qilganimni tez o'rganib, nimaga xato qilganimni chuqurroq o'rganib, buni tuzatib, yo'limni davom ettirishga shunaqa odatim bor. Xo'p, buni to'g'rilagandan keyin albatta bu ish mutaxassislariga murojaat qilganman. Bu xullas 2020-yil o'rtalarida, chunki men bu biznesga 2019-yil kirib kelganman. Xo'p, o'shanda bir boshidagi meni tikkan pulimga yo'qotish bo'lgan. Keyin alhamdulillah shu ayrim sabablarga ko'ra o'zimni xatoyimni anglab yetganim anaqa bo'lib, yordam berib, tez o'zimni o'nglab, shu 2020 va 2021-yil o'sha yo'qotganlarimni to'ldirib, katta yutuqqa
erishdim. Mana hozir 2025-yil bo'lsa, eng cho'q 2024-yil juda yaxshi bizda rivojlanish bo'ldi. Mana o'zimizni xona shahrimiz Chust shahrida sex ochdik. Xo'p, boshida shu 6 ta tikuvchi bilan ochganmiz. Mana endi sekin-sekin rivojlanyapmiz. Endi Xudo xolasa rejamizda eksportga chiqib, eksportda ham bir yutuqlarga erishish niyatimiz bor. Rustam aka, sir bo'lmasa, o'sha birinchi yo'qotish sizga qanchaga tushgan? Endi o'sha paytda u pul men uchun katta edi. Katta pul edi, chunki uni o'zim peshona teri qilib topgan pulim edi. Xo'p, bir $20,000 atrofida. Bitta xato sizga $20,000 tushgan. $20,000 xato. Bu aslida undan ham ko'p, chunki unga sarflagan vaqtim, sog'lig'im, ularni qo'shmagan holati bu pulni agar hisoblasak $20,000 bo'lgan. Lekin u narsa sizga dars bergan-a? Ha, albatta dars bo'lib, nabarot menga motivatsiya berib, men tushkunlikka tushib qolmaganman. Hozir mana anaqadan foydalanib, shu agar bizni ko'rayotgan yosh tadbirkor bo'laman degan yoshlarimizga shuni maslahat berardim. Hech qachon tushkunlikka tushmaslik kerak. Bir xato albatta uni orqasida yutuq bo'ladi. Agar uni to'g'ri anglab, uni to'g'rilash harakatini qilsa. Ya'ni xato hamma biznesda bo'ladi. Albatta. Endi Rustamjon aka, 6-savolimiz bor bizda. Xo'p. Yaqin kelajakdagi maqsadlaringiz? Yaqin kelajakdagi maqsadlarimiz o'sha intervyumiz boshida aytganimizdek, hozir brendimizni rebrending qilyapmiz. O'sha brendimiz bilan Rossiya, Yevropa, Amerika, qolaversa arab mamlakat bozorlariga chiqish niyatimiz bor, maqsadimiz bor. O'sha yo'lda biz ishlayapmiz. Xudo xolasa 1 yil, 2 yilda albatta qo'ygan rejalarimizga yetamiz. Rustamjon aka, mana shuncha to'siqdan o'tib keldingiz. Endi yosh va yangi biznes boshlaganlar uchun maslahatlaringizni bersiz aka. Endi Dilshodjon, to'siq deganda bu nima desa bo'ladi? Ha deb to'siq emas, bu anaqa rus tilida baryer deyiladi. Har bir biznesning o'zini bir joyga patologga borgandan keyin baryer hisoblanadi. Uni albatta yechimini izlab, topib chiqib ketishi yo'lini qilish kerak. Xo'p, maslahatga kelsak, yoshlarimizga albatta bizni hozirda mana bizdan keyin kelayotgan yoshlarimiz, men ishonaman, talantli bolalar. Maqsadi katta bu bolalar. Hammasini potensiali bor. O'zini ustida ishlasa, albatta dunyoga chiqib O'zbekistonni birgalashib olib chiqish potensiallari bor biz yoshlarda. Xudo xolasa, mana maslahatim eng birinchisi kitob o'qishsin. Ilm bu poydevor. Agar yoshlarimiz o'zini kelajagini poydevorini baquvvat qilsa, quriladigan u ham baquvvat bo'lgandek, bular ham kelajakda baquvvat bo'ladi. Buni hayot tarzida qanday qilib amalga oshirsa bo'ladi deganda ilm bilan kitob o'qishsin. Keyin biznes qiladigan bo'lsa, o'rganishsin. O'zini nishasi bor, qaysi nishaga boraman desa, yo'nalishda ketaman desa, o'rgansin. Uchinchisi, xo'p, biznesda eng rivojlanadigan narsa bu потребность deydi ruschasiga. Insonni nimaga muhtojligini aniq topish kerak va unga yechim topib berish kerak. O'zi bozorimiz shunaqada, потребность и решение вопроса. O'sha ikkita narsani to'g'ri bir-biriga olib kelishsa, u berayotgan ideyasi, mahsuloti выигрышный bo'ladi, yutuqli bo'ladi. Kelajakda u katta kompaniyaga aylanib ketish ehtimoli juda yuqori. O'shanga mana bu avtobiografiyalar bor, ko'p shu biznes
100 yillik, 150 yillik katta kompaniyalari tarixi bor. Uni o'zini asoschilarining tarixi bor. Avtobiografiya. Men o'zim avtobiografiyani o'rganishni juda yaxshi ko'raman. Agar shu yoshlarimiz avtobiografiyani o'rgansa, bozorni o'rgansa, keyin mana hozir kelajakda biz insoniyat qayerga ketayotganini o'rgansa, o'shanga yarasha mahsulot chiqara ola biladi. Muvaffaqiyatli mahsulot, muvaffaqiyatli biznes bo'la oladi. Ikkinchi savolingizga qaytsak, shundoq o'rgansin deganingizda, ya'ni shogird usuni mutaxassisga. Xo'p, ikkita yo'nalish bor. Albatta, birinchisi kitob o'qib, ilm olib, undan tashqari o'sha biladigan, o'sha yo'ldan o'tgan mutaxassisga borib, murojaat qilib, hech bo'lmasa maslahat olish kerak. Eng kamida. Zo'r bo'ladi qachonki agar shogird tushsa. Shogird tushsa, ilmini o'rgansa, yo'lini o'rganib chiqib, o'sha hayotda ham bunaqa narsa borda. Ayniqsa biz o'zbeklarda riskovun deydi. Bu bir tomondan plus, bir tomondan minus. Riskovun bo'lish kerak. Lekin hayotda birovi xatosini ko'rib turib, o'shandan xulosa qilib xato qilmaslik bu juda baland qiymatga ega. Sen o'zing xato qilib o'tib borguningcha bir muddat vaqt ketadigan bo'lsa, sen birov xatosini ko'rib, o'rganib shu xatoni qilmasang, sen qisqa muddatda qo'yilgan maqsadingga yetib borasan. Ya'ni 20 ming dollar zarar bo'lmaydi. Bitta xato. Shunaqa. Endi aka, hop kitob o'qishsin dedingiz. Yoshlar uchun mana 3 ta kitob tavsiya qilsangizchi. Xo'p, men o'zimdan kelib chiqib aytaman. Menga juda ta'sir qilgan, meni hayotim emas, anaqa mышление deydi, mышленияni o'zgartirgan kitoblardan eng birinchisi bu Monarx, который продал свой Ferrari. Ya'ni biznes yo'nalishida. Endi bu biznes yo'nalishi desa ham bo'ladi, lekin bu maqsad qo'yib, maqsad yo'lida yurish desa ham bo'ladi. Xo'p, bu birinchi kitob. O'sha o'zbekchasiga qanaqa edi? Xo'p, men ko'proq rus tili maktab bitirgan, rus tilida kitoblarni o'qiysiz. Rus tilida kitoblarni o'qiyman, o'shanga rus tilida aytib ko'raman. Keyin ikkinchisi klienti nafsi жизнь, bu mijozlar umrini oxirigacha degan Amerikani Cadillac firmasini asoschilari haqida qilgan kitob, yozilgan kitob. Uchinchisi servis. Bu servis degan kitob bor. Bu juda kuchli kitoblar. Bundan ham kuchlilari bor. Endi men eng yaxshi ko'rganim o'sha 3 ta. Agar u aytaman desam, 100 tadan o'tib ketadi. O'shanga mana shu kitoblarda agar boshlasa, undan tashqari Самый богатый Вавилон, Самый богатый человек Вавилона, xo'p, Samuray, Без меча degan kitob bor. Bu mana shu boshlanish yo'lida o'qiladigan kitoblar. Bu keyin Tony Buzanni mozgga, miyani charxlash kitoblari juda ko'p. O'shani ham bir o'qib chiqsa, bu miyani rivojlantirish, kengaytirish, mышленияni rivojlantirishga juda katta yordam beradi. Mana servis dedingiz-ku, men o'ylayman, qaysi biznesda bo'lmasin, servis birinchi joyda turadi. Birinchi joyda emas, lekin o'sha 3 ta, mana birinchi o'rinda 3 ta joy bo'lsa, 3 tasidan bittasi. 3 tasidan bittasi. Xo'p, Dilshodjon, endi meni bitta taklifim bor edi. Bu video chiqqandan keyin eng zo'r 3 ta kommentariy qoldirgan obunachilarga 3 ta sovg'amiz bo'ladi. Sovg'am bor. U sovg'a keyingi videomizda e'lon qilamiz va aytib o'taman, lekin sovg'alar juda bir arziydigan sovg'alar bo'ladi aka. Xo'p, sizga ham rahmat Dilshodjon, vaqt ajratib shunchalik bizni kelib intervyu o'tkazganingizga, savol javob qilganingizga, sizga ham ishlaringizga omad, bizga ham sizlarga omad. Sizlar qatori omad.
Aka, shunchalik rahmat sizga, shuncha bizga va yangi ish boshlayotganlarga maslahatlaringiz foydali bo'ladi deb o'ylayman. Albatta, albatta. Kelasi videolarimizda uchrashguncha deyman. Hammaga xayr, sog' bo'ling. Rahmat.